Yuqori sezuvchanlikni biza aytamizki sitotoksik tip deymiz. Aynan bu yoqda bajarilishi kerak bo'ladigan shart aynan hujayralarga qandaydir toksik ta'sir ko'rsatilishi kerak, hujayralar parchalanishi kerak yoki hujayralarni albatta antigenligi o'zgartirishi kerak. Shart shu. Qaysi kasalliklar bu tipda kechadi desa, autoimmun gemolitik anemiya, trombositopeniya yoki bo'lmasa trombositopenik purpura, rezus konflikt, onada rezus manfiy, homilasi rezus musbat bo'lib qolishligi, qandli diabet yoki bo'lmasam to'g'ri kelmaydigan qon quyilishi, autoimmun gemolitik anemiya deymiz uni. Autoimmun emas, autoimmun. Ya'ni qon quyilgandagi muammo, qandli diabet, Guttspascher sindromi, glomerulonefrit holatlari va pemphigus vulgaris dedilar, vulgar pufakcha. Bu kasalliklarning hammasi o'rtoqlar aynan mana shu ikkinchi tip bo'yicha kechadi. Eski kitoblarning hammasida, hamma adabiyotlarda yozganki, gravis miasteniyasidan Hashimoto kasalligi bularni ikkinchi tipga kiritgan, lekin bular o'rtoqlar alohida yengil nozologiya bo'lib, 5-tip yuqori sezuvchanlikka o'tgan. O'shaning uchun hozirgi oxirgi ma'lumot bo'yicha yuqori sezuvchanlikning 5 ta turi bor. 5-tipiga bu kiramiz. Buni nomi retseptorga qarshi turi deyiladi, ya'ni antiretseptor deb variant. Chunki gravis miasteniyasida o'sha asetilxolin retseptorlariga borib antitela borib o'tirib oladi. Asetilxolin antitela retseptorni qo'zg'ata olmaydi. Muskullarda miasteniya boshlanadi. Hashimotoda qanaqa? T4 tiroksinni ishlab chiqargan retseptorga borib antitela borib o'tirib oladi, u retseptorni qo'zg'ataveradi. Organizm T4 ishlab chiqaraveradi. Bu narsa keyinchalik tirotoksikoz darsh davom etadi. O'shaning uchun ham buni biz antiretseptorli tip deymiz. Bu ikkalovi haqida bugun qisqacha gapiraman, lekin bu ikkalovi alohida 5-tipga kirib ketadi. Tushunarlimi? Endi hujayraga nima ta'sir bo'ladiki, nima sababdan organizmda ikkinchi tip yuqori sezuvchanlik bo'ladi? Ana shu haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib eng asosiy ta'sir ko'rsatadigan omillar bular viruslar. Viruslarni ham aynan gerpes oilasi, aynan sitomegaloviruslar, aynan Epstein-Barr va mana shu tipdagi ayniqsa eng ko'p oddiy gerpes oilasiga mansub bo'lgan viruslar hujayrani antigenini o'zgartirish xususiyati bor. Bundan tashqari ikkinchi eng asosiy variant bu dori vositalari. Dorilarni biz nima deymiz? GAP-10lar deymiz. Uchinchisi retseptor konformatsiyasi. Retseptor konformatsiyasi bilasizlar, shtobi har bir hujayraning ustida retseptori bor va u retseptorlari uchlamchoq strukturaga ega glikoproteinlar hisoblanadi. Har xil radiatsiya bo'ladimi, og'ir metal tuzlarning ta'siri bo'ladimi, u shunga o'xshash shartlar bajarilgan paytda haligi retseptorda konformatsiyasi o'zgaradigan bo'lsa, o'rtoqlar, nima bo'ladi? Hujayraning antigenligi o'zgaradi. Bu juda ham muhim. Juda ham muhim. Nima uchun? Misol uchun tepki bor, paratit, epidparatit bor. Undan keyin arxit bo'lib besploziyaga olib kelishi mumkin. Qandli diabet bo'lib qolishi mumkin. Bu tiplarni hammasi mana shu ikkinchi tip yuqori sezuvchanlik. Yana gepatit B bor. Gepatit B ga delta o'tiradigan bo'lsa, malinosli tesheniya bo'lib, superinfeksiya bo'lib, juda tez organizmda o'lim holati kuzatiladi. Nega? Sababiki aynan u viruslar hujayralarni antigenligini o'zgartirib qo'yyapti. Sitotoksik tipdagi ikkinchi tip yuqori sezuvchanlik bor. Bularni sizlar hammasini bilishingiz kerak. Va to'rtinchisi, o'rtoqlar, bakteriyalarning o'zi to'g'ridan-to'g'ri hujayrani antigenligini o'zgartira olmaydi. To'g'ridan-to'g'ri hujayraga toksik ta'sir ko'rsatish ehtimoli kam. Ular o'zidan endotoksinlarni chiqaradi. Ko'proq toksinlar deydigan bo'lsak, to'g'ri keladi. Demak, asosan o'rtoqlar, Kron kasalligi bor. Bolezn Krona deymiz. Yana boshqa oshqozon ichida autoimmun kasalliklari bor. Oshqozon ichida misol uchun anaqa Escherichia coli, Helicobacter pylori. Hop, miyada Alzheimer kasalligi, boshqa yana kasalliklar bor. Ularning ham eng asosiy sababchilari mana shu infeksiyalar, o'sha joyda kasallik qo'zg'atadigan infeksiyalar va bular bizani hujayramizdagi antigenni o'zgartirish. Har qanday holatda siz turli kimyoviy moddalarni qabul qilasizmi yoki mana bunaqa shartlarni bajarasizmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar sizni hujayrangizda antigenlik o'zgardimi, уже чужой bo'ladi, u begona bo'ladi va organizm unga qarshi kurashishni boshlaydi. Misol uchun avariya bo'ldi, nimadir holat bo'ldi, prostata bezida muammo yoki bo'lmasam ko'zni xrustaligida boya aytdingiz o'zingizlar. Baryer buzildimi, u уже antigenga aylanadi, organizm unga qarshi nima ishlab chiqarishni boshlaydi? Antitela ishlab chiqarishni boshlaydi.
hamma joydagi ma'lumot bir xil boshlanadi. Ya'ni qanaqa? Hujayraning antigeni o'zgarishi kerak. Misol uchun mana bitta ertratsit, chunki tipичный variant ikkinchi tip yuqori sezuvchanligi uchun esa autoimmun gemolitik anemiya. Eng tipичный variant. Nima bo'ladi? Ertratsit turibdi. Qisqa balonda qilib aytiladi. Ertratsitda antigeni o'zgardi. Antigen o'zgargandan keyin bunga qarshi nima ishlab chiqaradi organizm? Antitelo, immunoglobulin G. Shundan keyin kasallik patogeniz boshlanib ketib qoladi. Men sizlarga nuqta qaranglar, ko'proq ahamiyat beringlar deyotgan joyim, nima uchun bu ertrasit antigenligi o'zgaryapti? Bilasizlar, shu organizmga virus kirgandan keyin ertratsitlar viruslarni tashib beradi. Viruslar ertratsitlarning ustiga o'tirib oladi. Boshqa moddalar albuminlarning ustiga o'tirib oladi. Dori vositalari eng asosiy shu NPVslar misol uchun ko'p allergiya beradigan beta-laktam xalqali antibiotiklar, ularning hammasi mana shu bizning hujayralarimizga membranasiga kelib o'tirib, o'sha joyda konformatsiya qilib qo'yadigan bo'lsa, mana retseptor konformatsiyasi. Bo'ldi ikkinchi tip yuqori sezuvchanlik bilan namoyon bo'ladi. O'shaning uchun mana bu kasalliklarning orasiga o'rtoqlar katta qilib qo'shib qo'yamiz dori allergiyasi. Hozir bu ertaga Layella sindrom, Layella, Steven Johnson, toksikodermiya, ko'p shaklli eritema o'rtoqlar hammasida ikkinchi tip yuqori sezuvchanlik ham rol o'ynaydi. Ya'ni aynan dori allergiyasida o'rtoqlar kasallikni patogenizda faqat ikkinchi tip, faqat uch, faqat to'rt emas, mix bo'ladi bular. O'shalarni endi birma-bir tushunib olishimiz kerak. Demak, mana shu sabablar bilan virus bo'lishi mumkin ekan, dori yoki bo'lmasa retseptor konformatsiyasi, bakteriya toksinlar yoki bo'lmasa o'rtoqlar 5-inchisi vali qo'shib aytib ketaverik, antigen mimikriya. Antigen mimikriya kimlar uchun juda ham xos deydigan bo'lsak, birinchi bo'lib beta gemolitik streptokokka uchun xos, Escherichia coli uchun xos, Helicobacter pylori uchun xos. Escherichia colining antigenlari ko'proq JKT ichidagi antigenlarga o'xshash, Helicobacter pylorining ko'proq oshqozonga o'xshash, beta gemolitik streptokokda antigenlari 4-tip kollagenga o'xshash. Tushunarli? 4-tip kollagen qayerda bor bizda? Bazal membranada, byureni bazal membranasida va bo'g'imlarda bor. Bu degani antigen mimikriya degani mana shu anaqaga nisbatan nima deydi? Beta gemolitik streptokokda antigeniga nisbatan ishlab chiqarilgan mana bu antitelolar organizm o'zini kollagenini yot deb o'ylaydi-da, unga qarshi antitelo keladi. O'shaning uchun o'rtoqlar hujayraning antigenini o'zgarishini ikkita gruppaga bo'lib olamiz. O'zida bo'ladigan o'zgarishlar, tashqaridan bo'ladigan o'zgarishlar. Mana bu infeksiya, mana bu dori-porilar bularning hammasi tashqaridan bo'ladigan o'zgarishlar, o'zida bo'ladigan o'zgarishlar esa boyagi mutatsiya. Har qanday bu kasalliklarni tarixini agar o'rganadigan bo'lsanglar, hammasini aybdorni ashilaga o'tkazamiz. Ashilani delpisida mutatsiya bo'lgan bo'ladi, bolezen Bexterov misol uchun. Ya boshqa dori allergiyasida ham misol karbamazepinda ham toksikodermiya bergan paytda aybdor mana shu emitsin molekulada bo'ladi, ashilada bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Nima shart bo'lsa ham, nima bo'lishidan qat'iy nazar hujayraning nimasi o'zgarishi kerak? Antigenligi o'zgarishi kerak. Va bu yerda ikkinchi tip yuqori sezuvchanlikda rol o'ynaydi immunoglobulin M bilan immunoglobulin G. Birinchi tipda immunoglobulin E edi, reagenli tipida immunoglobulin E edi. Ikkinchi tipda immunoglobulin M bilan G. Faqat bu joyda nima xususiyati bor? Ikkinchi tipdagi immunoglobulin M bilan G qaysidir hujayraning ustiga borib o'tirib oladi. Qonda erkin aylanib yurmaydi. Shu joyga ham ahamiyat beringlar. Ikkinchi tip yuqori sezuvchanlik bilan kasallangan bemorda qanaqadir plazmaforez qilishinglar 100% zo'r effekt bermaydi. Uchinchi tip uchun zo'r effekt beradi. Shu ham esingizda qolsin. Va yana o'sha gap aytaman. Sitotoksik tip. Agar bizani qaysi hujayramiz, misol uchun autoimmun gemolitik anemiyada eritrotsitlarimiz antigeni o'zgardi, ikkinchi tip bo'yicha kasallik ketadi. Trombotsit antigeni o'zgardi. Trombotsit antigenini kim o'zgartirdi? Viruslar. Yoki bo'lmasa antigen nagruzkasi, yoki bo'lmasa antigen mimikriya. Tushunarlimi? Rezus faktor, bu haqida alohida gaplashamiz. Qandli diabet. Misol uchun Langergan sonarchasidagi beta hujayralarda problema bo'lib qoldi. Qattan problema bo'ladi. Virusli infeksiya. Og'ir o'tkazilgan Coviddan keyin bo'lib qolyapti. Epidparatitdan keyin bo'lib qolyapti. Tushunarlimi? Parenximatoz a'zoni virus zararladimi? Albatta o'tda kasallik bo'ladi. Sindrom Guttspachera, o'pka bilan buyrakda problema. O'pkadagi demak, qayda silliq tolarli biriktiruvchi to'qima buyrakdagi bazal membranada autoimmun yallig'lanish ketyapti.
glomerulonefrit, vulgar puzirchatka, vulgar pufakcha. Bunda bilasizlarmi, hujayralar bir-birini adgeziya omillari borda, hujayralarni bir-biriga yopishtirib turadigan. Desmoglein oqsiliga nisbatan bu antitela sintezlanadi. Demak, muammo nima bilan? Desmoglein bilan. Hujayraning desmogleini konformatsiyaga uchragan. Nima sababdan konformatsiyaga uchragan? Ana shu savollarga sizlar javoblar olganingizdan keyin bu tipda kechadigan kasalliklarni davolay olasizlar. Lekin bitta so'rovlar bor. Bu kasalliklarni hammasini davolash javob berishinglar shart emas. To'g'rimi? Endi nima bo'ladi? Xo'p, hujayraning antigeni o'zgardi. Endi nima bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Darsi tarix qanaqa bo'ladi desa, demak G, mana bu bizning eritrotitimiz ekan. Eritrotitga mana immunoglobulin G kelib o'tirdi. Necha kun vaqt kerak bo'ladi shunga? Minimalni 21 kun vaqt kerak bo'ladi. 14-21 kun vaqt kerak bo'ladi. To eritrosit qanaqadir preparat qabul qilib yo. Misol uchun bu dori allergiyasidan keyin paydo bo'layotgan bo'lsa, shunaqa muammo bor-da. Va men dorini ichganimga 10 kun bo'lib ketdi deydi. Dorini ichganimga 1 oy bo'lib ketdi deydi. Shu 1 oy oldingi dori ham berishi mumkin ekan. Tushuntira oldimmi? Endi hozir men ommaga taqdim qilaman buni. Dorining nomlarini sizlarga nomma-nom etib bera olmayman. Общий anaqasi oilasini aytishim mumkin. Endi ko'pchilik ko'proq beradi buni. Beta-laktam xalqali antibiotiklar, sulfanilamid preparatlari va talvasaga qarshi preparatlar mana shu tipni juda ko'p beraveradi. Ayniqsa beta-laktam xalqali antibiotiklar. Dars davom etamiz. Immunoglobulin G birinchi bo'lib S1 oqsilini faollashtirib beradi. S1 oqsili o'rtoqli to'g'ridan to'g'ri mana shu yallig'lanish o'chog'iga komplement sistemasining faollashtirilishi S4'da, bu esa S2'ni, bu esa S3'da, bu S5'da, S6, S7, S8, S9. Ya'ni membranaga hujum kompleksi. Boya yozib berdim, ha? Mak. Bu o'rtoqlar mana bu antigeni o'zgargan hujayrani o'ldirishi birinchi yo'li bu. Tushunasizlar? Bundan tashqari mana bu komplementizm faollashgan paytda o'rtoqlar S3A, S4A, S5A lar bular o'rtoqlar apsanin bo'lib beradi. Apsanin bo'ladi va hemotaksis bo'lib beradi. Hemotaksis degani o'sha yallig'lanish o'chog'iga hujayralarni chaqirish. Ya'ni hemotaksis bo'lganda mana bu zararlanib turgan, bu hozir eritrosit misoli aytib turibdi-da. Eritrosit qonda aylanib yuradi-ku misol uchun. Boshqa hujayra, epiteliy hujayrasi bo'lishi mumkin. Qandli diabet hujayrasi yoki bo'lmasa guz paschadagi haligi kollagen bo'lishi mumkin. Har qanday hujayra bo'lishi mumkin. Ana shu joyga hemotaksis qilib kimni chaqirib keladi? Neytrofillarni chaqirib keladi. Neytrofil bu yoqda nima qiladi? Yallig'lanish chaqirib beradi. Bu demak o'rtoqlar neytrofilni orqali parchalashi fagositoz jarayonini amalga oshirishni ikkinchi yo'li ekan. Va uchinchisi, eng asosiy yo'li o'rtoqlar, yana bitta joyini hisobga olib qo'yishingiz kerak. Mana bu yoqdagi S3A bilan S5A o'rtoqlar ikkalovi yig'ilib anafilataksinlar deyiladi. Anafilataksinlar. Bular o'rtoqlar mana bu yoqdagi semiz hujayramiz bor bizani. Mast cell deymiz, ha? Ana shu semiz hujayrada o'zini maxsus retseptori bor. S komplement retseptor 5, komplement retseptor 3. Shunga kelib ta'sir ko'rsatib, buni nima qilib beradi? Degranulyatsiya qilib beradi. Natijada organizm biza bu klinikani nima deb o'ylaymiz? Allergiya beryapti deb o'ylaymiz. Nega? Chunki buni degranulyatsiya mahsuloti nima chiqyapti? Gistamin chiqyapti, serotonin chiqyapti, prostaglandin chiqyapti. Tushunyapsizlarmi? Lekotrinlar ham chiqyapti. Mana hujayrasi membranasi zararlangan paytda fosfolipaza A2 faollashyapti-da, arachidon kislota chiqyapti. Arachidon kislotadan lipoksigenazadan nima chiqadi? Lekotrinlar chiqadi. Prosta men buni tez-tez gapirib ketayotganimning sababi birinchi yuqori sezuvchanlikda bu podrobniy gaplashilgan. Prosta aytmoqchi bo'lganim, komplement sistemasi faollashdi degani faqat mak bilan to'xtaydi degani emas. U yallig'lanish o'chog'iga neytrofilni ham chaqiradi. U yallig'lanish o'chog'iga monotsitlarni ham chaqiradi. U yallig'lanish o'chog'iga eozinofillarni ham chaqiradi. Normalniy vaspaleniya ketadi organizmda. O'shaning uchun ham bu revmatoid artrit, o'shaning uchun ham Guspascher sindromi, qandli diabet. Nima uchun qandli diabet birinchi tip bo'lyapti? Vaspaleniya bo'lyapti. Beta hujayralar oxirigacha fagositoz qilinib, oxirigacha parchalanib yo'qib tashalyapti. Natijada organizmda insulin yo'q, qandli diabet. Ahamiyat beringlar, ikkinchi tip demayapman, birinchi tip deyapman. Yo'q hujayra, tek turgacha nima qilib tashaladi?
parchalab tashladi. O'shaning uchun biz aytamiz, me'da osti bezing pankreatit bo'lib yurmagan. Pankreatit bo'lib qolibdi, keyin sahr bo'lib qolibdi degan uchratasizlar hali. Demak, bu komplement sistema bilan bog'liq bo'lgan joy. Endi bundan tashqari mana shu eritrotsitni o'zida eng asosiy joyida bu. Mana antigen turibdi, mana bu immunoglobulin G antitela. Mana bu immunoglobulin G fagositoz makrofaglar tomonidan eng asosiy fagositozni initiatsiyalaydigan apsanin hisoblanadi. O'zi antitelalar shu. Fagositozni nima qilib beradi? Ta'minlab beradi. Makrofaglar keladi, bu hujayralarni nima qilishni boshlaydi? Fagositoz qilishni boshlaydi. Bundan tashqari, mana bu yerda turgan o'rtoqlar immunoglobulin G natural killerlarni chaqiradi. Natural killerlar immunoglobulin G orqali mana bu hujayraga nima ishlab chiqarib beradi? Perforin, granzim, yana granulyozin. Mana shu 3 ta moddani chiqarib beradi. Perforin buni teshib beradi, granzim, granulyozin ichkariga kirib apoptozni faollashtirib beradi. Ya'ni bu yoqda endi yallig'lanishsiz apoptoz ketyapti. Tushuntira oldimmi? Mana shu 3 ta 4 ta mexanizm orqali organizmdagi mana shu hujayralar nima qiladi? Parchalanadi. Shu bilan yallig'lanish jarayoni kechadi. Tushuntira oldimmi? Endi kasalliklar haqida, misol uchun shu tipda kechadigan rezus omil, rezus faktor. Organizmni eritrotsitlarida o'rtoqlar oqsillar bor, transmembrana oqsillari bor. Uni biz turlarga bo'lib olar ekanmiz. Uni S turi bor ekan, D turi bor ekan, E turi bor ekan. Ana shuni aynan D turini misol uchun bo'lmasligi rezus manfiy. Tushuntira oldimmi? Transmembrana oqsillar, misol uchun rezus o'zi aslida rezus D manfiy deyilishi kerak. Например, onada rezus faktori yo'q, ya'ni onaning eritrotsitida bu oqsil mavjud emas. Ota rezus musbat, bolada plod misol uchun rezus musbat bo'ladi. Ona organizm unga qarshi nima ishlab chiqarib beradi? Antitela. Bizlar men sizlardek bo'lib o'qib yurgan paytimda biz buni eshitib ko'rgandik, o'qib eshitgandik. Lekin hayotda uchrashini men kamroq bilardim. Lekin hozirgi paytda men atrofimda bunaqa odamlar juda ko'pligi uchun чтобы etib ketyapman biroz. Endi tasavvur qilinglar, ona rezus manfiy, bola rezus musbat. Endi ona bu bolani o'zini qornidagi boladagi D oqsiliga qarshi antitela ishlab chiqarishni boshlaydi. Birinchi homiladorlik yengil o'tadi va bu yoqda immunoglobulin M ishlab chiqarib beriladi. Shu esingizda qolsin. Immunoglobulin M platsentadan faktiski nima qilmaydi? O'tmaydi. Tushuntira oldimmi? Demak, rezus konflikt bilan birinchi homila bemalol bo'ladi, problema bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Ammo ikkinchi bu birinchi bolasi. Ammo ikkinchi bolasi agar orasi qisqa bo'lib qolsa, ahamiyat beringlar, orasi qisqa bo'lib qolsa, kamida rezus konflikti bor bo'lgan bemorlar orasini kamida 3 yil qilsa problemasiz tug'iladi bola. Tushuntira oldimmi? Bu ham bitta nyuansida. Ikkinchi safar bola ona rezus manfiy, bola esa rezus musbat bo'lib qoldi. Endi bu safar o'rtoqlar xotira hujayralari ishlaydi. Men nima uchun bu narsani aytyapman? Immunologiya kursida turganinglar uchun aytyapmanki, xotira hujayralari agar boyagi adaptiv hujayra, tug'ma immun hujayralar, boyagi makrofaglar bor edi-ku, tanib olib, antigenni prezentatsiya qilib bersa, birinchi bo'lib immunoglobulin M ishlab chiqariladi va ko'p ishlab chiqariladi va uzoq ishlab chiqariladi. Agar xotira hujayralari qo'zg'aladigan bo'lsa, sirazi immunoglobulin G3 ishlab chiqarib beradi. Tushuntira oldimmi? Va bu immunoglobulin G3 onadan bolaga nima qiladi? O'tadi va bolaning eritrotsitlarini nima qilishni boshlaydi? Parchalashni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Birinchi eng yaxshi yo'li, eng zo'r yo'li homiladorlik vaqtini cho'zish. Chunki onadagi xotira hujayralar nima qilish kerak? Parchalanib ketishi kerak. Tushuntira oldimmi? Misol uchun siz rezus manfiysiz. Bola rezus musbat. Birinchi homila normalniy bo'ladi, ikkinchi homilada problema bo'ladi. Aniq problema bo'ladi. Unaqa bo'lmasligi uchun orasini uzoq vaqt qilish kerak, чтобы sizda haligi birinchi bolangizga nisbatan sintezlangan antitelalarni sintezlab bergan xotira hujayralari nima qilib ketsin? Apoptoz bo'lib ketsin. O'zi aslida 8 oy.
orasi. Xotira hujayralarining parchalanish vaqti aslida. Atak 3 yil qilinsa yaxshiroq. Tushuntira oldimmi? Da. U haqida to'g'risi ma'lumotim yo'q. Bor preparati bor, qilinadigan boshqa narsasi. Hozir men to'g'risi davosiga kirib ketsam, voshit cho'mil kirib ketib qolaman ichkariga, o'shaning uchun u haqida hozir aytmayman. Xo'p. Endi rezus manfiy bo'lgan odamlar haqida ham ikki og'iz aytib ketdik. Rezus manfiy bo'lgan o'zi aslida evolyutsiya jihatidan rezus faktor bizga kerak. Shuning uchun biz saqlab qolganmiz. Rezus faktorini yo'qotish bu organizm uchun yuqori sezuvchanlikka moyillikni chaqiradi. Tushuntira oldimmi? Rezus faktori manfiy bo'lgan odamlarda immun javob kuchli bo'ladi. Virus infeksiyalarga nisbatan yuqori sezuvchanlik bo'ladi. Gipersensitivity bo'lib ketib qolish ehtimoli baland. Allergik reaksiyalarga va autoimmun kasalliklarga uchrash ehtimoli baland. O'ziga xos xususiyati shu. Endi diagnostika qilish uchun nima qilamiz? Kums testi bor ekan. O'sha qilinar ekan. Endi u haqida hozir men anaqa qilib o'tirmayman masalaga. Gapirib o'tirmayman. Asosiy bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsam mana bu kasalliklar haqida. Dori allergiyasi haqida. Birinchisi gemolitik anemiya haqida aytdik, trombosit aytdik, buni aytdik, qandli diabet. Aytaylik, mana bu bizani yoqimli me'da osti bezimiz, pankreas. Bu yerda alfa hujayralari bor, beta hujayralari bor hamda delta hujayralar bor. Например, beta hujayralarini biz nima dedik? O'sha ishlab chiqaradigan hujayralar dedik. Mana bu hujayra turibdi. Aytaylik, asosiy bu hujayraning antigeni bu o'rtoqli epiteliy. To'g'rimi? Me'da osti bezi, parenximatoz a'zo hujayralarining ko'pchiligi epiteliy to'qimasidan iborat bo'ladi. Bu hujayraning antigenini nima o'zgartirishi mumkin? Har xil toksinlar. Asosiy toksinlar o'rtoqli og'ir metal tuzlari. Esingizda bormi, qaysi metal chaqirardi? Yo'q. Yo MSda yo marganitsada shu bir anaqa yo ruh. Hozir точно eslolmayman. Rtuts, yana nima deng? Svinets, u общий, u hamma joyda chaqiradi. Mana shu og'ir metallar, demak, povreziyatsiya qolishi mumkin yoki viruslar. O'shaning uchun bemorlarni tekshirayotgan paytingizda, davolayotgan paytingizda virus infeksiyani takror ko'ryapsizlarmi? Misol uchun Epstein-Barr, EBV nima qiladi? Informatsiyani o'zgartiradigan xususiyati bor. Epigenetik ta'siri bor uni. Hujayraning DNKsiga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Hujayraning DNKsi o'zgardimi, MHCsi o'zgardimi, bo'ldi, bu hujayra o'sha antigenga aylanadi o'sha. Tushuntira oldimmi? Shunga o'xshash shartlar bajarildi, bunga qarshi antitelo ishlab chiqarib berilyapti. Organizmdan antitelo ishlab chiqardi immunoglobulin G. Bo'ldi, bu yoqqa neytrofil keladi. Nima uchun? Buni o'ldirish uchun. Makrofag keladi. Nima uchun? Buni fagositoz qilish uchun. Bundan tashqari natural killerlar keladi. Nima qilish uchun? To'zi fagositoz qilish uchun, bu hujayrani o'ldirish uchun. Shundan qanday diabet birinchi. Biza profilaktikani har qanday shifokor, mana 6-kursmisizlar, sizlar mana shu narsani oldini olinglar. Gripp bo'lib qolsa o'tib ketadi, palon narsa bo'lib qolsa o'tib ketadi desang, mana bunaqa qilib o'tib ketadi. Tushuntira oldimmi? Gepatit B'da ham xuddi shu narsa. Gepatit B'da mana gepatatitlar turgan bo'lsa, orasida kufer hujayralari qon ketyapti, bu yoqdan o'tis yo'qligi aylanyapti. Virus mana bu hujayrani zararlagandan keyin mana bu virusli частицалari mana bu hujayralarga ham kelib o'tirib, bu boshqa gepatatitlarning ham antigenligini nima qilyapti? O'zgartiryapti. Bularga qarshi natural killerlar va tabiiy T killerlar bularga qarshi faollashyapti-da, gepatatitlarni pogolovni parchalashni boshlayapti. Ular parchalangandan keyin o'rnida fibroz to'qima shakllanadi. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun o'rtoqlar mana bunaqa infeksiyaga juda ham qattiq ahamiyat beringlar. Demak, xulosali men o'rtoqlar tugataman. Ikkinchi yuqori sezuvchanlikning asosi nima ekan? Sitotoksiklik. Ya'ni organizm immun sistemasi o'z hujayrasiga qarshi ishlashi. Bunaqa ishlashiga sabab hujayraning antigenligi o'zgarishi. Demak, sizlar hayotda iloji boricha hujayralarning antigenligini o'zgartirmaslikka harakat qilishingiz kerak. Nima bilan hujayraning antigenligi o'zgartirilmaydi? Birinchi bo'lib, antioksidant tizimingiz yaxshi ishlashi kerak. Kislorod sizga normal chiqishi kerak. Boya aytdim.
distress sindromlar yoki bo'lmasam radikalli yallig'lanishlar bo'lmasligi kerak sizda. Toksinlar PM darajasi 2,5 dan kichik bo'lgan, eshitganmisizlar? Zarrachalar. Bu zarrachalar o'rtoqlar epigenetik ta'siri bor. Epigenetik ta'sir degani bizani DNKmizda mutatsiya chaqirmaydi, lekin nukleotidlarni o'zgartirib qo'yadi. Masalan, MHC molekulasiga MHC molekula haqida ham 2 oz gapirib o'taydi. Mana shu hujayra, aytaylik, oddiy epiteliy hujayrasi. Yadrosi bor, yadroda oqsil sintezlandi. Shu sintezlangan oqsilni MHC molekulasi orqali nechinchi tip MHC bo'lardi bu hujayralarda? Birinchi tip. Birinchi tip MHC molekulasi orqali chiqarib beryapti. O'zini ichida sintezlangan oqsilini. Har bir hujayra oqsil sintezlaydi, o'zi oqsilni MHC molekula orqali chiqarib ko'rsatib beradi kimga? Killerga. Killer o'zini tiklash retseptori yordamida bu oqsilni qaraydi, ko'radi. Qani deydi, bu oqsil agar T-killerdagi ma'lumotdagi oqsil bilan bir xil bo'lsa, bo'ldi deydi, bu hujayra demak svoy, o'zimniki, yaxshi yashaversin, hammasi normal deydi. Agar mabodo mana bu oqsilning strukturasi o'zgargan bo'lsa, bu hujayrani nima qiladi? O'ldirib yuboradi. Endi bu hujayrani DNKsi normal bo'lib turib, yadrosi yaxshi bo'lib turib, oqsil normal ishlab turibdi, lekin MHC molekulasida mutatsiya bo'lgan bo'lsa, MHC molekula nitomi T-killer buni nima qiladi? O'ldirib tashlaydi. O'shaning uchun o'rtoqlar har xil changlardan, zaharlardan, shunga o'xshash narsadan o'zinglarni va bemorlarni nima qilish kerak? Ehtiyotlash kerak. Har xil radiatsion joylar, hech narsa qilmaydi, hech narsa qilmaydi bilan bo'lmaydi. Tushunarlimi? Vulgar pufakcha. Bu kasallik haqida ham 2 oz aytib o'tishim kerak. Nikolskiy simptomi musbat bo'ladi. Bu kasallikni anaqa bilan juda ham qattiq nima deydi? Layella sindromi bilan juda ko'p adashtirishga sababchi bo'lishadi, yana boshqa narsa. Bilasizlar, что hujayralar o'rtasida desmoglein oqsili bilan nima qilib turgan bo'ladi? Svязка qilib turgan bo'ladi, bog'lanib turgan bo'ladi. Yana bitta joyda aytib ketay. Shu qaysidir to'qima kesilsa yoki boshqa narsa bo'lsa, hujayralar proliferatsiya bo'layotgan paytda ikkita hujayrani bir-biriga desmosomalari, desmogleinlar bir-biriga tekkandan keyin bu hujayradagi o'sish stimuli to'xtaydi. Tushunyapsizlarmi? Agar mana shu desmosomalarda muammo bo'lsa, hujayrada o'sish to'xtamaydi-da, darshi o'sib ketib, keloid chandala hosil qilib qo'yadi. Tushunyapsizlarmi? Endi ana shu vulgar pufakchada nima bo'ladi? Buni ham etiologiyasi juda ham ko'p, viruslar ham bo'ladi, dorilardan ham bo'ladi. Mana shu yoqdagi desmogleinlarga nisbatan desmoglein birinchi tipi bor, uchinchi tipi bor. Buni ham 2 guruhga bo'lamiz. Klassik tipi bor, noklassik tipi bor. Unda ham bunda ham bari mana shu desmoglein oqsillariga nisbatan organizm nima ishlab chiqaradi? Antitela ishlab chiqaradi. Tushuntira oldimmi? Bu antitela ishlab chiqargandan keyin mana bu aytilgan gap. Yo'q, neutrofil kelyapti, makrofag, eozinofillar kelyapti, parchalayapti, komplement sistema ishlayapti, normal vaspaleniya ketyapti. Akantoliz bo'lyapti, eritrosit qo'shib tushyapti, vaspaleniya bo'lgandan keyin shish keyinchalik pufakka, birinchi tuguncha bo'lyapti, birinchi eritema bo'lyapti, keyin tugunchaga aylanyapti, tugunchani suvga to'lyapti, pufakcha bo'lyapti, keyinchalik u pufakka aylanib yorilyapti. Tushuntira oldimmi? Bu hammasi poetapli ketadigan jarayonlar. Bunda toshmaga qarading yoki bunda boshqa narsaga qaradingmi, jarayonni hisobini olishinglar kerak. Tushuntira oldimmi? Endi miasteniya gravis bilan Hashimoto'ni tirotoksikozini nima uchun ikkinchi tipga kiritgan? Chunki yoqda immunoglobulin M bilan G ishtirok etadi. To'g'ridan to'g'ri hujayrani retseptori bilan bog'liq va hujayrani antigeni o'zgarishi bilan bog'liq bu jarayon. Faqat bitta no tarafi bor. Bu yoqda antitela, mana miasteniya gravisada antitela borib haligi retseptorni bloklab qo'yapti. Mana bu tiplarning hammasida antitela kelib bog'lanib turib, bu hujayraga makrofaglar boshqalar kelib vaspaleniya chaqiryapti. Bu tipda esa vaspaleniya bo'lmayapti. To'g'ridan to'g'ri, misol uchun shu bir kun kelib shu rasmlarni chizaman deb hech o'ylamasdim bor. Mana bu yerda misol uchun asetilxolin retseptorlar bor. Nima edi u retseptorlar? Asetilxolinni qo'zg'atadigan retseptor nima edi? Xo'p, M xolina retseptorlar shunaqamidi? Voy, tavba qildim. Mana bu yerda demak granullari bor, ichida asetilxolin bo'ladi. Bu nervnakanchaniyalar. Demak, simpatikmi, parasimpatikmi bu? Asetilxolin simpatichniki mi?
Mana bu yoqdagi asetilxolin turibdi. Bu asetilxolin kelib, mana bu yoqdagi retseptor bilan bog'lanib, bunga impuls o'tkazish kerak, to'g'rimi? Mana bu asetil keladida buni bloklab qo'yadi. Tushunyapsizlarmi? Bu bloklanib qolgandan keyin asetilxolin ta'sir qilmaydi, innervatsiya buziladi. Miasteniyada nima uchun muskullar anaqa qilmay qoladi? Chunki muskulga impuls kelmaydi umuman. Chunki nervlar